Endi şeyimiz vatandaş. Sizler 2022 yıl 6. ayının 6. günündeki mavzumunda tahlil. Amerika her taraftan qorshovi aldı. Xi Jinping hem de qorshoni bösüp çıkalmaydı. Mavzulu xabar 6. ayının 6. günü Cumhuriyet Zarat orbiti ilan kılındı xabar. Mundaq başlandı. Növbette Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cumhuriyet siyosati to'g'risida nutq so'zladi. Shanghai, Hong Kong nüfuzluq iqlim meselelari obzorchisi Liu Xiliang tasvirlab, Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning nutqini faqat ikki so'z, ya'ni qo'rshash degan so'z bilan sifatlashga bo'ladi. Ya'ni Cumhuriyet Kompartiyasini qo'rshovga oldi deb sifatlashga bo'ladi deb ko'rsatdi. Liu Xiliang mundaq hisobladi. Növbette butkul dunyoning vaziyat ramkasi allaqachon o'zgarish hosil qildi. Bo'lib Ukraina Rossiya urushidan keyin Amerika Cumhuriyatini birinchi darajalik raqobatchimiz deb hisobladi. Shuningdan keyin Cumhuriyet Kompartiyasini ko'p tarafdan qo'rshovga olib, jumladan Osiyo rayonidagi ittifoqdoshlari bilan birlashib, Cumhuriyatni Osiyoda zo'migarlik qilish o'rnidan ayirib etdi. Liu Xiliang to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Umumiy yuzlik qo'rshovga oldi. Cumhuriyat bu qo'rshovni bosib chiqishiga hech qanday amali va chorasi yo'q. Liu Xiliang Antony Blinkenning davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning nutqini tahlil qilib, mundaq ko'rsatdi. Rossiya va Ukraina urushidan keyin birinchi darajalik raqib yoki dushman Rossiya emas. Albatta Yevropa davlatlarining dushmani yanala Rossiya. Biroq Amerika navbatda endi Tinch okeani rayonini strategik markazga aylantirdi. Liu Xiliang mundaq hisobladi. Amerikaning Rossiyadan ansirishning ojiz qolmadi. Növbəti Yevropada birləşkən kuchlar texmi zo'rayib, Rossiyaga tahdid selishga yetib boshladi. Amerika Yevropa uchun qo'l chiqarmasin bo'ladi. Qisqasi NATO qudrat topsalar hamma narsa maqomlashadi. Cumhuriyet Kompartiyasi kelsak, Liu Xiliang mundaq ko'rsatdi. Amerika bir strategik muhit yaratib, Cumhuriyet Kompartiyasini qo'rshovga oldi. Strategik muhit degan nima? Liu Xiliang mundaq tushuntirdi. Jumladan harbiy ishlarni, iqtisodiy va pul muomala ishlarini, zamonaviy fan-texnika ishlarini o'z ichiga olgan holda umumiy yuzlik qo'rshovga elish deganlikdir. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Kuriyani ziyorat qilgandan keyin Cumhuriyet Kompartiyasining tashqi ishlar ministri Wang Yi Janubiy Tinch okeandagi Orol davlatiga yetib kelib, harakat qilishga boshladi. Liu Xiliang mundaq hisobladi. Amerika Cumhuriyati allaqachon qarama-qarshi elishadigan bir bosqichga kirib keldi. Liu Xiliang mundaq ko'rsatdi. Amerika Tinch okean iqtisodiy ittifoqi va fan-texnika ittifoqi qurib, Osiyoda ittifoqdoshlarni birlashtirib, Cumhuriyatni qo'rshovga oldi.